Mana navbatdagi zinamizni ham quyib bo'ldik. Qani usta bu tushuncha ko'pchilikning fikrlariga ko'ra tik zinadan bu opasniy deyishganda, shunga mana tushib chiqishlar yaxshimi? Zo'r tushib chiqishlar. Udobniyligi boshqasi. Oyog'i ham mana chat-chat 15 ga 30 tushgan zinamiz. Podvol endi bitta podvolga narsa tushgani ham udobniy. Kengina qilib plashatkalarni ham 120 dan kattaroq qilib tashab berdik. Tevada ham plashatka. Balandligimiz 2 metrga, eniga 210 joyga sig'di shu zina. Endi bega bundan boshqa zina sig'dirib bo'lmaydi. balandlik katta ketadi-da. Balandlik katta ketadi. Ha. Endi anaqalari ham pichoqsimon zina bo'ladi-da, uchli zina bo'ladi. Endi uni uy egalari xohlashmadi. Shu zinani xohlashdi. Menimcha zo'r. Bag' hisobda yo'q, mana ular devolanadi. Bag'i manadan devolanar ekan manadan. Mana ko'rib turibsizlar. Boshqa o'rnimda devor bo'ladi-da. Devol bo'ladi-da, to'g'rimi? Bu yoqqa qarab keladi devol, bo'linadi bu hovli. Mana. Ko'cha tomon. Mana darvozaxona. Mana ko'rib turganingizdek bitta podvol produktga xolosda bir kunda bir mahal tushiladi bo'ldi.